Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy ibtidoiy tashviqot usulida oqqon yo'tkash planini pardozlamoqda. Xitoy yaqinqi yillarda Sharq Turkistonga Xitoy oqqonlarini yerlashtirish qadamini alohida tezlatgan bo'lib, atalmish madaniyat inqilobi davridan qolib qolgan ibtidoiy tashviqot usullari bilan bu jinoyatini davomli pardozlamoqda. Xitoy tashviqot organi Tangritog' to'rining 5-maydagi xabarida Shi Jinping Otish shahri Qorajo'l yezisi shahid boshlang'ich maktabidagi atalmish g'arbiy qism plani fidoilarga javob xat qaytarganligi, buning ma'arif xizmatkilari orasida kuchlik inkos qo'zg'aganligi, maktabning qaynam tashqinlikqa cho'mganligidek saxta tashviqot hikoyasi o'rin olgan. Xabarda atalmish g'arbiy qism plani fidoilarining mutlaq ko'p qismining Sharq Turkistonning sirtidan kelganligi, chegara qo'g'dash, ma'arifga yordam berish vazifasini ustiga olganligi, Shi Jinpingning so'zlaridan ilhom olib, xizmatini texmi jonpidalik bilan davomlashtirganligi da'vo qilingan. Xitoy tarixdan buyon bu xil ko'ni tashviqot usulini ko'plab qo'llanib kelgan bo'lib, Mao Zedongning Palani kanit aholisiga yozgan javob xati, Jiang Zeminning Pistani o'quvchilarga qaytargan maktubiy tariqasidagi saxta tashviqot xabarlari Sharq Turkiston xalqiga tonishliq bo'lib ketgan. Xitoy bu qatim o'xshash usulni takrorlash orqali alohida yuqori ta'minotlar bilan Xitoy oqqonlarini ishg'oliyat ostidagi Sharq Turkistonga keng ko'lamda yerlashtirishdek uzun yillik jinoyatini pardozlashga, oqqon yo'tkash tashviqotini bozorga selishga uringan. Yevropa Xitoy bilan savdo munosabatini chuqurlashtirmaslik haqida ogohlantirildi. Amerika prezidenti Donald Trampning savdo maslahatchisi yaqinda taratqularning ziyoratini qabul qilganda Yevropa ittifoqi bilan Angliyani ogohlantirib, Xitoy bilan savdo munosabatini chuqurlashtirmaslik kerakligini ta'kidladi. Trampning savdo maslahatchisi Peter Navarro oldingi kunlarda kundalik telegraf gazetining ziyoratini qabul qilib, Yevropa ittifoqi bilan Angliyani Xitoy manfaat yetkazganligi uchun savdo munosabatini chuqurlashtirmasligi kerakligini, bu Amerika hukumati bilan Yevropa ittifoqi va Angliya o'rtasidagi tamojnibaga suhbatini murakkablashtirib o'tishi mumkinligini, mazkur ikki gavda Xitoyning to'kma bozoriga aylanib qolishga qarshi turishi kerakligini ta'kidlagan. Aloqador xabarda qayd qilinishicha, bosh vazir Keir Starmer boshchiligidagi Angliya hukumati Trump hukumatining tamojnibajidan qutulishga tirishmoqda ekan. Angliya Amerika bilan bo'lgan munosabatini saqlab qolish bilan birga Xitoy va Yevropa bilan bo'lgan savdo aloqasini izchil ilgari surgan. Ammo bu siyosat oxirida ikkisidan birini tanlashga majburlaydi ekan. Trumpning maslahatchisi Peter Navarro Angliya bilan Amerika o'rtasidagi savdo kelishimi suhbatining tez ilgarilayotganligini, ammo Angliya hukumati yemaklik bexatarligi o'lchamiga o'xshash ba'zi masalalarni hal qila olmasa, buning badalini to'laydiganligini qayd qilgan. U yana agar Angliya yoki dunyodagi har qanday bir davlat o'zining iqtisodiy sohalarini qo'g'dash uchun tamojni bejini o'stirishga urinsa, Amerikaning buningga yo'l qo'ymaydiganligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Amerika Angliyaning eng chong eksport bozori ekan. Parlament a'zolari Xitoyning o'zak atkazchiligiga qarshi harakatga o'tdi. Amerikaning bir parlament a'zosi Nvidia'ga o'xshash sun'iy aql o'zaklarining setilgandan keyingi o'rnini bekitish, bu orqali Xitoyga atkaz qilinishining oldini olish haqida qonun loyihasi sunishni planladi. Mazkur qonun loyihasi ikki partiyaning parlament a'zolarining qo'llashiga erishdi. Reuters agentligining bu vaqtdagi maxsus xabarida qayd qilinishicha, yaqinqi mezgillarda Amerikaning eksport cheklamasiga xilof holda Nvidia'ning zo'r miqdordagi ilg'or o'zaklarining Xitoyga atkaz qilinganligi axborot vositalari tomonidan oshkorlangan. Nvidia shirkati bo'lsa, o'zaklari setilgandan keyin iz qo'g'lay olmaydiganligini bildirgan. Mazkur qonun loyihasini sunuvchi kengash palata a'zosi Bill Foster burun bir fizik bo'lib, u setilgandan keyin o'zaklarni iz qo'g'lab tekshirish texnikasining navbatda mavjud ekanligini aytgan. Boshqa mutaxassislarmo uning bu qarashini muayyanlashtirgan. Bill Foster bu haqda Reuters agentligining ziyoratini qabul qilib, bu kelajakdagi xiyoliy masala emas, balki navbatdagi real masala. Ma'lum muddatdan keyin biz Xitoy Kommunist partiyasining yoki harbiy sohasining ko'p sondagi o'zaklardan foydalanib qurol-yarog' loyihalayotganligini yoki sun'iy aql texnikasini taraqqiy qildirayotganligini bayqaymiz. Xuddi yadro texnikasidek tez sur'atda degan. Navbatda Nvidia shirkati bu xabar to'g'risida ifoda bildirishni rad qilgan.
Amerika hukumati oldingi oyda keskin qaror chiqarib, Nvidia shirkatining Xitoyga sun'iy aql o'zaklarini eksport qilishini cheklagan edi. Nvidia shirkati bo'lsa, bu qaror sababli shirkatining 5,5 milliard dollar ziyonga uchraydiganligini bildirgan edi. Amerika Avam palatasining Xitoy ishlari alohida komiteti bir dokladida Xitoy shirkati DeepSeek'ning 60 ming tal Nvidia o'ziga ega ekanligini, buning ichidagi 20 ming o'zakning amaliyotda Amerika hukumati Xitoyga eksport qilishni cheklagan o'zaklar ekanligini bildirgan edi. Nvidia shirkati oldingi hafta Xitoy bozori uchun yangi tipdagi o'zak loyihalayotganligini, bu orqali Amerikaning qonuniga xiloflik qilmagan asosda Xitoydagi xaridorlarni mahsulot bilan ta'minlaydiganligini, yangi tipdagi o'zakning 6-oyda o'ttirg'a chiqarildiganligini bildirgan edi. Isroiliya hukumati G'azzadagi hujumlarni kengaytirish planini ma'qulladi. Isroiliya davlatlik televiziya kanalining dushanba kuni aloqador tarmoqlarni manba ko'rsatib xabar qilishicha, bosh ministr Benyamin Netanyahu rahbarligidagi Isroiliya bexatarlik kabineti G'azzadagi hujumni tadrijiy holda kengaytirish planini ma'qullagan. Boshida boshlig'i Eyal Zamir yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Isroiliya armiyasining G'azzadagi hujumlarni kengaytirish maqsadida 10 minglagan zapas askarlarni vazifaga chaqirish farmonining chiqarilganligini jazmlashtirgan. Isroiliya bu yil mart oyida Amerika qo'llagan va unda 2 oy davomlashgan urush to'xtatishni bir taraflama buzib, G'azzadagi hujumlarni qaytadan boshlagan edi. Yakshanba kuni Yamandagi Husiylar tarafidan qo'yib berilgan bir boshqariladigan bomba parchasi Isroiliyaning asosliq chegara eg'izi bo'lgan Ben Gurion aerodromi atrofiga tushib, bir qancha soat o'tgandan keyin Netanyahu silliq bayonot e'lon qilib, bexatarlik kabinetini G'azzadagi urushning keyingi bosqichini muzokara qilish uchun yig'inga chaqirganligini uqtirgan edi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Yaqin Sharqdagi Falastin musofirlariga yordam berish xizmat ishlash organi bo'lsa, bu rayondagi sahiya mulozimatlarida jiddiy manba yetishmaslik masalasiga duch kelayotganligini ta'kidlab, asosiy materiallarning 3/1 tugab ketdi. Qolgan 3/1ning 2 oy ichida tugab ketishi mo'ljallanmoqda deb ifoda bildirgan. Trump harbiy kuch ishlatilishi mumkinligi haqida signal berdi. Amerika prezidenti Donald Trump Daniyaga tava Grenlandiyaning kontrolligini qo'lga kirgizish uchun zarur tepilganda harbiy kuch ishlatilishi mumkinligini bildirdi. Trump NBC televiziya kanalining programmasida bergan bayonotida zarur tepilganda harbiy kuch ishlatish yo'lini tanlashni rad qilmayman. Shunda qilamanmi demayman, lekin hech qanday ehtimolni nazardan saqit qilib o'tmayman. Grenlandiyaga haqiqatan bak ehtiyojimiz bor. Darvaqat Daniyaga qarashliq mustaqil bu rayon dunyoning bexatarligi uchun nihoyat zo'r ahamiyatga ega degan. Trump bu yil yanvar oyida qayta vazifaga o'ldirgandan buyon Daniya davomli rad qilib kelayotgan bo'lishiga qaramay, Grenlandiyani setib olish orzusini takrorlab kelmoqda. Arktik oroli bilan Atlantik okean orasiga joylashgan bu orol ham strategiyalik o'rni ham yer osti boyliqlari jihatdan nihoyat zo'r ahamiyatga ega. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.